Bu ish orqasida sizni O'zbekistonda yagona bo'lgan xonadon kutib turibdi. Ko'rishga tayyormisiz? Qani ketdi. Ichkariga marhamat. To'xtang. Oldindan kelishib olaylik. Agar xonadon yoqsa, like bosishni unutmaysiz. Qani endi ketdi. Ichkariga kirganingizda sizni shunaqa atmosfera kutib oladi. Fasad qismiga bitta e'tibor bering. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoqda bizda parking zona, mashinalar qo'yish uchun sharoitlar qilingan. Bu yoqda mягкий stol stullar qo'yib qo'yishgan ekan. Yozda oila davrisida o'tirish uchun zo'r sharoit qilib qo'yishibdi. Mana bu kolonnalarni qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Ketdi endi xonadonning ichkari qismi bilan sizni tanishtirib o'taman. Undan oldin bitta letniy basseynni ko'rsatib o'tib ketaylik. Ozgina shoshib yuryapmiz, vaqtimiz kam, hamma yoqni ko'rsatishga ulgurmaymiz. Bitta e'tibor bering. Gap bo'lishi mumkin emas. Letniy basseyn, letniy kuxnya, barbekyu zona. Qani endi ketdi ichkari qismiga. Bu videoni saqlanib qilib qo'yishni esdan chiqarmay, uyqu qurayotganingizda aniq kerak bo'ladi. Ichkariga marhamat. Uyimizda полностью умный дом Alisa orqali boshlanar ekan. Ko'rib bitta e'tibor beringiz, gap bo'lishi mumkin emas. Alisa, открой шторы. O'yinlarimiz ochiq ekan. Alisa, закрой шторы. Oshxona qismiga bitta e'tibor bering. Tanlangan ranglarni qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu eshiklarni qarang. Ahamiyat berasiz, past qismida relslar yo'q, faqat tepada ranglarini qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Qani endi ketdi. Bitta gostiyoy zalni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bitta baho bering. Dizayner, proyektchi akalarimizga gap bo'lishi mumkin emas. Alohida respekt, like bosishni unutmaysiz. Hozir sizlarga shunaqangi relax zonani ko'rsataman, o'zingiz baho berasiz. Bu podval emas, bu yerda yashasangiz ham bo'ladi. Qarang, bilyardni stol stullar, barni stoyka. Mana bularni qarang. Oynadan bundoq qaraysiz, buni podval deb o'ylamaysiz. Bu yerda trenajyor zal ko'rishingiz mumkin. Bu yoq tarafida basseyn, sauna, bu yoqda esa prachechna ko'rishingiz mumkin. Bu xonadonimizda kimga yoqqan bo'lsa, Lider Estate jamoasiga murojaat qiling, pastda nomerlarni qoldiramiz. Videoni saqlanib qilib qo'yishni esdan chiqarmang. Shunaqa xonadonlarni kimga ravo ko'rsangiz, o'sha insonga yuborib qo'ying. Hammaga rahmat.